Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2005-yili 1-oyda birinchi qatim nashr qilgan tarixiy roman Qonliq iz. Avtori Muhammad Ali Hilim. 10-bob. Yo'rg'an aql. Ibodat aslida xalqqa xizmat qilish. Masjid joy namozda emas bu ish. Said Shirozi. Birinchi. Vaziyat jiddiylashgan sari bu yerdagi Gomindan qo'mondonlik shtabi hadab yuqoridan askar talab qildi. 1944-yili dekabrning oxirgi kunlari Gomindan G'arbiy front qo'mondonlik shtabidan Chin Tuanjang boshchiligidagi urush tajribasi mo'l, jangovarligi kuchlik deb qaralgan bir tuan askar bu yurtqa qizg'in tantanalar ichida kirib keldi. Xalq bularga qarab g'azablik ho'miyatdi. Chin Tuanjang ot ustida mag'rur o'ltirib, uyan buyonga mansitmaslik nazari bilan qarab kelatdi. Hukumat organlaridagi har darajalik xodimlar Chin Tuanjangni xushomat kulkilari bilan qarshi ilyotdi. Ismoil Shangan, Yo'lvasbay, Yekimboy, Molla Shangyu, Molla Niyaz Axunum, Zakir Quloqlar hijoyig'inicha to'limu bechora holda chavak chilishadi. Kishilar bularga qarab bo'sh shivirlashadi. Qara avularni xushal bo'lib ketganini. Avu batniyat amdi yana nima ishlarni qilar? Ey, bizning beshimizga ig'ir kun tushadigan bo'ldi. Bular Arshang partizanlarini yo'qotalarmi? Kim biladi? Ey, ularga teng kelolmaydi. Bular necha qitim yo'llarda dakkisni yedemasmi? Bu shavtan yugurib berib otni hitilab kelayotgan askarning qo'lidan otning chulvirini tortib oldi-da, Chin Tuanjangga kulib turib, "Armayla, jafo chekkanlar", dedi. "Ancha emas", dedi Chin Tuanjang. Bu shavtanga qarabmi qo'ymasdan, "Vansilan ko'rinmaydi-ku. Ishxonada sizni saqlab o'ltirdi. Yursizlar, men boshlab kiray." Ishxonada yo'lanchuqlik o'rindiqda tamaki chekib, ig'ir xiyollarga berilib o'ltirgan Van Gogh Chin Tuanjangni ko'rib o'rnidan kulimsirab turdi. "Salomat keldingizmi? Qani, o'ltiring. Men oldingizga chiqolmadim. Jiq odamni ko'rsam beshim qaydigan bo'lib qoldi", dedi u o'rindiqda asta o'ltirib. "Chin Tuanjangga choy keltiringlar." "Man hozir", dedi bir askar. "Choydan keyinla yaxshi tomoq qilinglar. Askarlarmi obdan g'izolansin." "Xo'p, hozirla o'rindayman." Van Gogh o'z odamlari bilan bu yerni boshqarolmay, yordam talab qilganidan xo'rliq his qilib ich-ichidan o'rtanayotdi. Ma Tuanjangning yo'qab ketganligi uningga texmu alam bo'lgan edi. Uni shuncha surishtiribmi, hech yerdan derkini ololmadi. Bu uning texmu o'g'isini qaynatyapti. "Anglasam", dedi Chin Tuanjang tamakidan birini tutashtirib, "Eli o'g'irlari Arshangni elish uchun bizning qo'shin bilan urush qilib demish. Ular tayinliqlar bir nimalar. Ularga taqobil turish uncha qiyin emas. Vansilang, ularni o'zim bir taraf qilib etaman. Sizlarga bu yurtni omon eson topshirib ketaman. Bu yerda turadigan vaqtimmo ancha uzun emas." Uning so'zlari Van Goghning yuragiga tegib, ichini ochiq qilyapti. "Deganingizdek bo'lsa, bakmo yaxshi ish bo'lgan bo'ladi. Bu yalon to'shlar bakmo haddidan eshib ketdi. Toza bir adipin bermay bo'lmaydi. Hammani qirivatsimo dardim chiqmaydi. Yalon to'sh degan bilan bularningmo parakandichiligi yomon bo'layotmamdi", dedi Chin Tuanjang uning so'ziga qoyil bo'lmay. "Ko'ngillarni yerim qilmaslar. Mana men keldim-ku. Hamma ishlar o'ngishib ketadi. Biz yanala bu zaminda put taraf turmiz." Uning so'zlari Van Goghning nervisiga tegib, bargancha yoqmay qoldi. U Van Goghni ko'ziga ilmagandek so'zlayotdi. "Hozir dam oling. Kechda ziyofat qilg'ach yig'in ochayli. Shu vaqtda ba maslahat ish qilayli", dedi Van Gogh arg'in holda. "Bo'ladi. Askarlarni obdan o'rlashtirib qo'yarsiz. Vujujong, ko'zlaringizni suvga tushgan maydak parqirtib qarab o'ltirasiz-ku. Askarlarni obdan oziqlantirib, yaxshi o'rlashtiring. Bo'ladi, Vanseling. Buyruqlarga har zaman tayyorman." Vushavtan egilib ta'zim qilganicha chiqib ketdi. Kechlik ziyofat boshlanib, kulka chaqchaqlar bilan davom qildi. "Chin Tuanjang, sizlarga obdan qizdan birini tepib qo'ydim. Kechda fayzi qilib kelamla qandoq? Avval urush oxirlashsin.
Andın oynaylı. Qandaq Vujujan, ko'nglingizga rahmat. Yaxshi, dedi Vushavtan sal o'ng'aysizlanib. Silini dana, urush tajribasi mo'l, bilimlik deb angildiq-ku. Yo'qso, nadikini, dedi Chin Tuanjang qasqan shapkasini elib, chechini qo'li bilan kayniga tarab. Vujujang yana xotinning gapini qilvatamdi nima? dedi Van Gotay Chin Tuanjangga hasad qilgandek. Van Gotayning so'zidan hammaylan kulib ketdi. Vujujang bek ishqiboz odam, xotin desa, dedi Hekimboy bichorlarcha. Vujujang o'yinchi bo'lsa, satang tataylarni uningga tunishtirib, ehtiyojini qondirib tur, dedi Lanshin zaharxandalik bilan. Menmo tunishtiraman, dedi Ismoil Shengan nima deyishini bilolmay. Vujujang bu yerga ugunib ketdi. O'ynasa qonmaydi, dedi Van Gotay masxirlik yejiyib. O'ltirganlar kulishib, to'lg'inib ketishdi. Bu gap yo'lbas bagning jiniga tegib, bir yerlari ichishqandek bo'ldi. Keyin yana zo'rg'a kulib qo'ydi. Yang hokim bularga qarg'anicha cho'nqur xiyollarga petib o'ltiradi. Amdi chaqchaqni qo'yib, o'z gapimizga kelayli. Vaqt qiz, dedi Chin Tuanjang atrofga mag'rur nazar tashlab. Bu yerda yurt cho'nglarimi, boshqa hukumat odamlarimi bor ekan. Bizning navbatdagi jiddiy vazifamiz Arshanda ili o'g'irlarga qarshi urush qilayotgan odamlarimizga yordam qilib, o'g'irlarni ujuqtirish. Shtab rahbarlari muzokaralashib meni avatdi. Amdiki gap, askarlarimiz ko'p. Bularning oziq-tulikini to'liqlash, qo'lga palay hal qilish lozim. Jangda g'alaba qilish uchun sharoitni yaxshilash, askarlarning jangovarligini o'stirish uchun bor amallarni qo'llanish lozim. Chunki urush qildiganlar askarlarda u o'zining notiqligini ko'rsatib qo'ymoqchi bo'layotgandek xili uzun so'zladi. Uning so'zidan Van Gotay to'limi bizar bo'ldi. Qani, o'ltirganlar bir nim deb baqsin, dedi Van Gotay bu ziyofatning tezroq oxirlashishini kutib. Sizlar uchun hammani qilishga tayyormiz, dedi Vushavtan qat'iylik bilan. Mana baylarimizmo o'ltiribdi. Bular turgan yerda biz nimadan g'am qilatdik? Qolganiga puqra bor. Qandaq dedim boyvachchilar? To'g'ri, yordamimizni aymaymiz, deyishdi boy mo'tvarlar qizirib tatirib kekashlab turib. Buni mundaqla qilayli. Lanshin, Vujujang, Ismoil Shengan, sizlar mavu baylarning unidan elib, navaylarga 15,000 dona non yoqtiringlar. Yana kasblarga 1500 jup palay tiktirib, o'g'illikka saharga ulgurtinglar. Bu vazifani qandaq o'rindash o'zinglarga bog'liq. Vazifa o'rindalgandan keyin sizlarga mukofot beriladi, dedi Van Gotay Chin Tuanjangga qarab qo'yib. Nayt yaxshi o'rlashtirdingiz, dedi Chin Tuanjang miyiqida kulib. Ziyofat birda yig'in, birda o'yin bilan xiligacha davomlashdi. Ikkinchi. Atsi sahardala Vushavtan bir qancha odamni agashtirib, bo'rtaladagi cho'ng navoyxonda paydo bo'ldi. Ha, Nuraxon, Ahmad ustam, yaxshi turib-o'tamsizlar? Yaxshi, Vujujang, sizlarning shafoatinglar bilan, dedi Nuraxon ustam ochiq qilib. Uning xaltalashgan yuzlari qo'rilib, go'ysiz qapiqi turilib ketgan edi. U buning kelishida biror shumliq bor deb o'yladi. Men oldirayman, dedi u uyan mengib. Men sizlarga yangi bir vazifa topshirish uchun keldim. Vazifanglar ig'ir. Sizlar yana bir qancha navoy tepib, at sahargacha 15,000 non ulgurtsizlar. Uni biz aklib beramiz. 15,000 at sahar deb chiroyi o'ngdi Ahmad ustamning. Ha, 15,000 nonni at saharga ulgurtsizlar. Men nayti aniq da'vatiman-ku. Uqmayyotamsizlar? Bunchavalannonni qandaqmi yiqib bo'lg'uliq, dedi Ahmad ustam ximir yuqi qo'lini bir-biriga surkab. Agar at sahargacha non ulgurmasa, bizni rahim qilmadi deb qolmanglar. Vazifa o'rindalsa sizlarga mukofot beriladi. Uni birdamdan keyin aklib beradi. Men ketdim amsa, shundoq bo'lsin. Bular un-tinsiz turib qoldi. Shu taqda qandaq qilish kerakligini bilolmay qilvatadi. Nima ish bu Nuraxon? Bularning qo'lidan har balo keladi. Avval o'ylashib ko'rayli.
birər amal çıxıb qalsa əcəb emas. Nanni yaqmaqdan başqa nima amal bolsun, yoki sizlar qechib ketayli demoqchimi? Bala vaqtini tashlab nagim qochimiz, Ahmad. Biz uzun yil navoiylik qilgan odamlar, dedi Nuraxon ustam o'ylanib turib. Bu nonni yaqmay, hargiz qutulolmaymiz. Boshqa ustamlarni mo chaqirib kelayli. Nima da'vatidlar? Bular bizni bo'zaq qilyapsa, odamlarimizni o'ltiryapsa, yana ularning o'z odamlarimizni o'ltirishiga yordam qilmizmi? Yo'q, men yoqmayman. Bu ishni Xudo ravo ko'rmaydi. Qaynimizlar, Ahmad ustam, amal bor. Qandaq amal? Aldirab so'radi Ahmad ustam. Qaraslar, xamirni chala ichtimizda, to'nurni bo'lishiga qizdirib, nonni yaqsaq kuchlik o't teptida nonning yuzi qiziradi. Biz shu hamon nonni so'yib ilaveramiz. Ahaha! Ajoyib odamdasiz. Undaqda biz ularga yordam qilmay, o'z odamlarimizga yordam qilgan bo'ldik-ku. Shundoq, non sovuqqa chiqqan hamon cho'yinda qotidi. Karomat aql bo'ldi-da bu. Mening buni o'ylamaganligimni qara. Asta, endi men boshqa ustamlarni chaqiray. Hu bilanla bir taraf qilyapmiz-ku uni. Bu aqldan bakmo so'yinib ketdi. Kasiblar ishxonada Lenshinga har xil bahona sabablarni ko'rsatib qaqshavatadi. Ular o'z odamlariga qara ko'ngillik qilishni xohlamayvatadi. Buni qandoq qilg'uluq? Shuncha ko'p palayni at sargicha qandoq ulgurtgili bo'ladi? Bu bizni ta'tir qiynaganlik emasmi? Hunarvan bo'lganga to'ydigu odam. Bu nima ko'rgulik, nima tartquliq? Biz buni qilolmaymiz. Qilsangmi qilasan, qilmasangmi qilasan. Bu degan yuqorining jiddiy buyrug'i. Agar qilmasanglar, barar yeringlarni o'ylashib qo'yinglar. Sizlar hukumatning ninni yeb turib, mushundaq qilsanglar, hukumatga qarshi ish qilgan bo'lsizlar. U chaqda buning oqibati qandoq bo'ladi? Lenshin o'z vazifasini ado qilish uchun og'zidan ko'pik chachartib so'zlab, po'poza qiladi. G'oyata tillabmi salatdi. Bo'ladi, Lenshin uka, biz qilayli. Sizlarmi so'zlab charchab qoldilar. Aram olsizlar, dedi bayatin beri o'ylanib turib ketgan Hashimxon ustam. Yuringlar, berib ishga tushayli. Hammasi Hashimxon ustamga olib qarashdi. Ma bu gaping bo'ladi. Yaxshi, nihoyat yaxshi. Undaq bo'lsa, qaytib ishga jiddiy tutish qilib, vazifani o'rindashning amalini qilinglar. Bu degan kalla ketadigan ish, dedi Lenshin ko'ngli joyiga tushib. Uning kalla degan so'zi hammasining yuragini jig'ildatibdi-da, shu hamon ular u kallasini olgan odamlarni ko'z oldiga keltirishdi. Qo'rqibsan-da, Hashimxon. Bularga yaxshi ko'rinishni o'ylab qopsan, dedi Yusuf ustam ochiq qilib. Nima deydigansizlar, Yusufxon? Ish deganni ham aql bilan qilish kerak. Nima aql o'ylashib ketgansizlar? Tayinliq, hey, o'z odamlarimizga qandoq yuz kelarmiz? Hey, mushu Hashimxon ittiklik qilib qoldi. To'xtanglar, avval buning topgan chorasini anglab boqmamdiq. Qani, so'zlanglar Hashimxon. Qaranglar, mundaq qilamiz. Xam tera orqasiga bo'lishcha suv purkib bostirib qo'ymiz. Tera yumshagandan keyin uningga oq unni sepib oqartimizda olma bo'lishiga tikib qo'ymiz. U sovuqni ko'rgandan keyin hammasi tangla kulishib, xushal bo'lishib ketdi. Yaraysan, Hashimxon. Sizlarning kallalari setib olgudek kallikan. Setib olib, men sizlarga sovuq qilay demsan, ular yana kulishdi. Yo'ldan o'tib ketayotganlar bularga hayronlik bilan qarashdi. Ahmad, Hashimxon ustamlar topshirilgan vazifalarni g'alabalik tamomlab bo'lgandan keyin uydagilarini xilvat bir joyga o'rlashtirib qo'yib, o'zlari boshqa navoiy ustamlarni va shogirdlarni boshlab, partizanlarning xizmatini qilish uchun Arshang, Chag'an orollarga qarab yurib ketdi. Keyin qo'mondon askarlari shuncha tentibmi, ularni hech yerdan topolmadi. 10-bob tugadi.